Assalomu alaykum, hurmatli chorvachilar, chorva ishqibozlari. Bugungi mavzuimiz xudo xohlasa shamollatish sistemasi haqida bo'ladi. Bu haqida batafsil video davomida bilib olishingiz mumkin. Nasib bo'lsa ish jarayoni bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Mana har bitta anovlarni tagiga qo'yib chiqdik. O'zini kerakli ventilyatorlarni shuni o'rnatmoqchimiz. Kecha texnikani olib keldik. Bugun nasib bo'lsa ishga tushiramiz. Tepasiga 50 santimetrlik 15 profildan svalka qilinib, yerdan 4,5 metr balandlikda qo'yildi. Urganlarga tortilib, bugun nasibda 4 ta parragini o'rnatamiz. Keyin qolganlarini ham Xudo xohlasa tortib chiqamiz. Mana bu yerda Sherali boy bilan Tamar abi çalışıyor. Akalar, mana nasib bo'lsa tugatdik. 10 ta ventilyatorni qo'ydik. Oxirgisini o'rnatdik mana. Oxirgi ventilyator mana shu. Mana ventilyatorlar. Ikkinchisi nasib bo'lsa uzoq yil egasiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Sifatli o'rnatildi nasib bo'lsa. Urganlarga qo'yib, chiroyli qilib Jahon aka boshchiligida mana Jahon aka ish tugadi hozir. Evet, şu anda 38 derece dışarıda. Fanlarımız çalışıyor. Hayvanlarımız mutlu mutlu yatıyor.